Hammaga salom do'stlar. Bugun biz David Alabani yangilanishdan oldingi holatda +11 kuchaytirib ko'ramiz. Bu juda ham oson ekan jigarlar. 80 dona fitness kuchaytirish bossangiz, David Alaba +11 holatda kuchayib qolar ekan. Bu uchun bittagina ham texnika bosmaslik kerak ekan. O'zim ham hayratda qolib ketdim. Ishonmasangiz mana ko'rib olishingiz mumkin jigarlar. Qani biz kuchaytirishni boshlaymiz. Xo'sh, tezlikka tushmoqda. Iloji boricha videoni tezlashtirmasdan nechta break horse tushganini, nechta kuchaytirish bo'lganini o'zingiz xohlasangiz hisoblab olishingiz mumkin. O'zim ham hayratda qolib ketdim David Alabani +11 kuchaytirib qo'yganimda jigarlar va sizlarga shuni ma'lum qilamanki, mana sizlarning yordaminglar bilan 359 ta hozirda obunachiga egaman jigarlar va tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Sizlarning yordaminglar, poddeshkanglarni kutib qolaman jigarlar. Xo'sh, mana David Alaba 82 reytingda, ancha tezlik va tezlanishi juda ham chiroyli holatda kuchaymoqda hozircha. O'zim ham juda ham hayron bo'lib qoldim David Alaba qanday +11 kuchayganiga. David Alaba bilasizlar, Real Madridda jarohatda, anchadan buyon jarohatdan qaytdi. 10-15 o'yin o'ynadi va yana jarohat oldi. Va endi klublar o'rtasidagi jahon chempionatini ham o'tkazib yuboradigan bo'lib turibdi. Xo'sh, o'ta chiroyli tarzda kuchaymoqda David Alaba hozircha. Juda chiroyli tarzda kuchaymoqda. Va tezlik 90 holatiga ham yetdi. 91. Jigarlar, men sizlarga o'zimni Telegram kanalim, Telegram guruhim, Telegram lichkamni hammasini kommentariyada yozib qoldiraman. O'tib bemalol obuna bo'lib qo'yishinglar mumkin. David Alaba mana 87 darajada juda ham chiroyli tarzda kuchaymoqda hozircha. Alabadan iloji boricha tezlik va tezlanishini 100 qilgan ma'qul deb o'ylayman. Faqat fitness bossa +11 bo'lar ekan. Endi menimcha Dilsda yangilanish bo'ldi. Bu yangilanishdan oldin olingan video edi. Biroz telefonimda muammolar bo'lganligi sababli bu videoni qo'ya olmadim. Va yana bir nechta videolar mana shu yerda ko'rib turgan futbolchilaringizning deyarli yarimlarini videosi hali qo'yilmagan. Endi qo'yaman. Bularning barchasi yangilanishdan oldin kuchaytirilgan futbolchilar. Xo'sh, David Alaba anchagina kuchayib qoldi. 89 reytingda o'zi va tezlik va tezlanishi juda chiroyli. 97 tezlik, 96 tezlanish. Bu super degani 98 tezlik bo'lmoqda. Setr darajasi 88, 99 tezlik, 97 tezlanish, 98 tezlanish bo'lmoqda va tezligi 100 bo'lmoqda Alabaning. Bitta kuchaytirish, stat darajasi 84, tezlanish 99 va yana bittasi stat darajasi 85, stri 89 va so'nggi kuchaytirishimizda stri 90 bo'ldi va bir qaraganimda David Alaba 91 holatda full bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin, bu hech qanaqa fake yoki montaj emas. David Alabani +11 holatda kuchaytirishga erisha oldim jigarlar. Shu Alaba uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang do'stlar. Sog' salomat bo'ling.